Assalomu alaykum. Demak, 18-mavzuga doir nisbatan qiyinroq bo'lgan masalalar yechimi bilan tanishib chiqamiz. Demak, 42-masala. Quyida berilgan shamol tegirmonining A nuqtadagi parragi B nuqtaga borgunicha parraklar aylanganda hosil bo'ladigan doiraning qanday qismini tashkil qiladi deb so'rayapti bizdan. Demak, mana bu yerda bitta doira chiziladigan bo'lsak, parraklar aylanganda xuddi shunaqa tarzda doira hosil bo'ladi. Endi bu doira doira 4 ta bo'lakka bo'lingan. Mana bu A nuqta B nuqtaga borguncha bitta bo'lak, ikkita bo'lak va 3 ta bo'lak. 3 ta bo'lak bosib o'tadi, ya'ni 4 dan 3 qismini bosib o'tadi. Tamam. Keyingisi 48-masala. Quyida berilgan nechta shaklning 4 dan 1 qismi bo'yalgan deyapti. Demak, sanasanglar har bir shakl 16 ta katakdan iborat. 16 ta katakning 4 dan 1 qismi 4 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz. 4 ta katak bo'ladi. Shunda mana bu bitta, ikkita, bu ikkalasi bitta, 3 ta, mana bu ikkalasi bitta 4 ta bo'yalgan. Demak, A ni 4 dan 1 qismi bo'yalgan. Endi B ga qaraymiz. Mana bu ikkalasi bu bitta, bu ikkita, bu 3 ta, bu 4 ta. Demak, buni ham 4 dan 1 qismi bo'yalgan. Endi bunga qaraymiz. Bitta, ikkita. Mana ikkalasi bitta bu jami 3 ta katakchasi bo'yalgan bo'ladi. Ya'ni 4 dan 1 qismi bo'yalmagan demak buni. Quyida berilgan shakl bizga aytayaptiki, quyida berilgan nechta shaklning deyapti. A bilan B bo'ldi, bu ikkita. Ikkita degan javob bo'ladi. Keyingisi 44-masala. Futbol ikkita 45 minutlik bo'limlardan va ular orasida 15 minutlik tanaffusdan iborat. Nozim 2-bo'limning 3 dan 2 qismida soatiga qaraganida soat 15:00 edi. Futbol soat nechida boshlangan? Demak, 45 minutlik tanaffus, 45 minutlik bo'lim va 15 minutlik tanaffus bor. Nozim 2-bo'limning 3 dan 2 qismiga soatga qaragan. Demak, mana birinchi bo'lim 15 minut tanaffus va ikkinchi bo'limni mana bu 3 dan 2 qismi degani mana shu yerlariga qaraganda soat 15:00 bo'lgan. Futbol soat nechida boshlangan deb so'rayapti bizga. Birinchi bu 45, mana bu ikkinchi bo'limni 3 dan 2 qismi topamiz. 3 ga bo'lamiz, 2 ga ko'paytiramiz. 3 ga bo'lsak 15, 2 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi. Demak, mana bu 30 minut vaqt o'tgan, 15 minut tanaffus va 45 minut birinchi bo'lim. Umumiy hisobda 45 ga 15 ni qo'shamiz, 60, 60 ga 30 ni qo'shamiz, 90 minut vaqt o'tib ketgan futbol boshlanganiga. 90 minut degani 1 soat 30 minut bo'ladi. Endi 15:00 edi mana bu yerda. Demak, 15:00 dan ayirib tashlaymiz 1 soat 30 ni. Bitta qarz olib bersak, 60 dan 30 ayirsak 30 bo'ladi. 14 dan 1 ayirsak 13 bo'ladi. Demak, futbol soat 13:30 da boshlangan ekan. Xo'p, keyingisi. Rasmda berilgan stakanlarning suvlar farqi 24 gram bo'lsa, ikkinchi stakan to'lishi uchun unga qancha suv quyish kerak? Demak, qaranglar, mana bu yerda 5 dan 4 qism, bu yerda 5 dan 2 qism. Mana bu 1 bo'lak deydigan bo'lsak, 1 bo'lak suv bor deydigan bo'lsak, mana bu yerda 2 marta kub, ya'ni 2 bo'lak suv bor. Endi bularni ayirsak bir-biridan, ikkita bo'lakdan bitta bo'lakni ayirsak, bitta bo'lak qoladi. Demak, farqi 24 deyapti. Demak, bitta bo'lak 24 bo'lar ekan. Bitta bo'lak 24, mana bu 24 48 bo'ladi. Endi bizga aytayapti, ikkinchi stakan to'lish uchun qancha suv quyish kerak deyapti. Mana bu ikkinchi qismda hozir 24 gram suv bor. 24 gram suv butun stakanning 5 dan 2 qismini tashkil qiladi. 5 dan 2 qismi 24 bo'lsa, to'liq qismini topib olamiz. 24 ni 2 ga bo'lib 5 ga ko'paytiramiz. Bu 60 gram bo'ladi. Endi bizga qancha suv quyish kerak deyapti to'lish uchun. To'lish uchun jami 60 gram suv kerak. 24 gram suv bor. 60 dan 24 ni ayirsak 36 gram suv kerak bo'ladi. Hop, keyingisi 46-masala. 5 dona olmaning og'irligi bitta tarvuzning yarmini og'irligiga teng. Mana buni tarvuz deydigan bo'lsak, bu yerda 5 ta olma bor, bu yerda 5 ta olma bor. Bu tarvuz. Demak, tarvuz to'liq 10 ta olmani og'irligi teng ekan.
2 dona o'rikning og'irligi olmaning yarmiga teng ekan. Mana buni olma deydigan bo'lsak, bu yerda ikkita. Bitta olma 4 ta o'rikka teng ekan. Bundan xulosa qilamiz. Bitta tarvuz mana 10 ta olmaga teng, bitta olma 4 ta o'rikka teng. 10 kira 4 40 ta o'rik bo'ladi shunda. Bizga aytayapti, u holda ikkita tarvuzning og'irligi nechta o'rikka teng deyapti. Bitta tarvuz 40 ta o'rikka teng bo'lsa, ikkita tarvuz 40 kira 2 80 ta o'rikka teng bo'ladi. Xo'p, keyingi masala 48. Nodir rangli kublardan 3 ta minora yasab, ularni bir qatorga joylashtirdi. Nodir rasmda ko'rsatilgan joydan turib, ko'rish mumkin bo'lgan kublarning qanday qismi yashil kublar bo'ladi? Demak, Nodir mana bu kubni ko'radi, buni ko'radi, buni ko'radi. 3 ta. Orqasidagi mana 3 tani ko'ra olmaydi. Bu 3 tani ham ko'ra olmaydi. Demak, mana bu 4 ta, 5 ta, mana bu ikkilasini ko'ra olmaydi. Mana bu 6 ta. Jami 6 ta kubni ko'ra oladi Nodir. 6 ta kubni ko'ra oladi. Shundan nechtasi bizga aytayaptiki, qanday qismi yashil deyapti. Demak, mana bu yerda bitta yashil, ikkita yashil. Demak, 6 dan 2 qismi yashil rangda bo'ladi. Ko'ra oladigan kublarning 6 dan 2 qismi. Xo'p, keyingi masala sinf ishdan 51-masala. Toshkentdan Buxoroga benzin ko'rsatkichi to'liq bo'lgan mashinada chiqqan sayyoh, mana benzin to'liq. Bu shaharlar orasidagi masofaning 5 dan 2 qismida benzinni 3 dan 1 qismi qolganini ko'rdi. Agar benzin tugaganda Buxorogacha yana 240 km qolgan bo'lsa, shaharlar orasidagi masofani top deyapti. Demak, yo'lni 5 dan 2 qismida benzinning 3 dan 1 qismi qolgan ekan. Mana bu 3 dan 1 qismi qolgan ekan. Demak, 3 dan 2 qismi ishlatilgan buni. Mana bu yerda benzinni 3 dan 1 qismi, bu yoqda yana 3 dan 1 qismi, yana bu yoqda 3 dan 1 qismi ishlatilishi kerak. Bu mamlakatlar ishlatib bo'lindi. Bu ishlatilib bo'lindi, bu ham ishlatib bo'lindi. Shunda yo'lning 5 dan 2 qismi bosib o'tildi. Demak, mana bu yerda 5 dan 1 qismga yetgan benzin, bu yerda yana 5 dan 1 qismga yetgan benzin. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkin. Mana har bir bo'laklar teng bo'lgani uchun mana bu bo'lakda ham, mana bu bo'lak benzin ham yo'lning 5 dan 1 qismiga yetadi. Umumiy hisobda benzinning hammasi 5 dan 3 qism yo'lga yetadi. Endi aytayapmiz, benzin tugaganda, ya'ni benzin umuman qolmaganda Buxorogacha yana 240 km qolgan. Benzin tugaganda yo'lni 5 dan 3 qismi bosib o'tiladi. Demak, 5 dan 2 qismi qoladi. Ana shu 240 km ekan. 5 dan 2 qismi 240 km bo'lsa, shaharlar orasidagi masofani top deyapti. Demak, qaysi sonni 5 dan 2 qismi 240 km. Ya'ni qaysi sonni 5 ga bo'lib 2 ga ko'paytirsak 240 chiqadi desa, teskari qilamiz. 2 ga bo'lamiz, 5 ga ko'paytiramiz. 240 ni 2 ga bo'lsak 120, 5 ga ko'paytirsak 600 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, mavzuga doir testdan mana 4-masala bilan tanishamiz. Yo'lovchi birinchi kuni yo'lning 4 dan 1 qismini, ikkinchi kuni 3 dan 1 qismini bosib o'tdi. Agar manzilga yetish uchun yana 35 km qolgan bo'lsa, umumiy yo'l uzunligini toping deyapti. Mana biz demak, butun yo'l 4 dan 1 qismini topishimiz kerak va 3 dan 1 qismini topib olishimiz kerak. Ya'ni butun yo'l 4 ga ham 3 ga ham bo'linadigan son bo'lishi kerak. 4 ga ham 3 ga ham bo'linadigan son bu 12. Demak, biz butun yo'lni mana shu katakchalardan iborat deb olamizda. Shunda butun yo'l 12 ta katakchadan iborat deb faraz qilamiz. Endi bu 12 ta katakchani 4 dan 1 qismi birinchi kun bosib o'tilgan. 4 ga bo'lamiz, 1 ga ko'paytiramiz. 3 ta katakcha birinchi kuni bosib o'tilgan. 3 dan 1 qismi ikkinchi kuni. 12 ni 3 ga bo'lib 1 ga ko'paytiramiz. 4 ta katakcha chiqadi. Ikkinchi kuni 4 ta katakcha bosib o'tilgan. 4 ta katakchani boshqa rang bilan bo'yayman. Shunda manzilga yetish uchun yana 35 km qoldi. Shunda 1 2 3 4 5 5 ta katakcha qoldi. Shu 5 ta katakcha 35 km ekan. Bundan 35 ni 5 ga bo'lsak bitta katakcha chiqadi. 7 km ekanligi. Bizga aytayapti, umumiy yo'l uzunligini top deyapti.
Bu yerda bitta katakcha 7 kilometr bo'lsa, 12 ta katakcha bor. 12 kere 7 ni hisoblaydigan bo'lsak, umumiy yo'l 84 kilometr ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, mavzuga doir testda mana 13-masala bilan tanishamiz. Rasmda g'ildirak aylanasining uzunligi 300 cm. G'ildirak harakatlanib 210 cm masofa bosib o'tsa, A nuqta g'ildirak aylanasining qanday qismini bosib o'tadi? Demak, mana bu aylananing uzunligi 300 cm bo'lsa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'lakka bo'lingan. 300 ni bo'lamiz 10 ga. Demak, har bitta bo'lak aylanganda 30 cm yuradi. Endi 210 cm yurgan, 210 ni 30 ga bo'ladigan bo'lsak, 7 ta bo'lak aylangan. Demak, xulosa qilamiz. Jami 10 ta bo'lakdan 7 tasi aylangan, ya'ni butun aylananing 10 dan 7 qismi bosib o'tilgan. A javob bo'ladi shunda. Demak, mavzuga doir qiyin misollarni tushuntirishimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.